Baraka topkurlar, direktimi to'ldirib yuboribsizlar. Baykot e'lon qilyapsiz, Yandexga bu yog'iydi, bu yog'iydi. Ko'pchilik meni taksichi deb o'ylayapti. Har xil gapni yozib yotibdi. Endi men yetmayman u hozir nima deyotganlarini. Menga malomat qilib, menga kerak bo'lsa qanaqadir taksi parklardan telefon qilib, murojaat qilib, bir balo olib, so'kib, kerak emas unaqa narsa. Hammani o'zini shaxsiy fikri bo'ladi. Bu muammo ommaga chiqdimi, ommaviy hal qilinadi. Men kimdirlar bilan telefonda gaplashib, bu yurmayman. Menga har xil gap yozmaylar. Men yelkama-yelka turib, xudo xolasa billa shu baykotga qo'l urdimmi, oxirigacha baykotmi, baykot. Men taksi foydalanuvchisiman o'zimdan qarasa. Men o'zim vaqt kelsa taksi chaqiraman, taksida yuraman. Mashinada bo'lsam, mashinada yuraman. Lekin men qarshiman bu Yandex qotgan ishiga. Naloglarni juda ham ko'p yechyapti. Kerak bo'lsa, hozir men skrinshotda beni qo'yib ketaman. Shotdan pul yechib olgan, 400 ming minusga tiqib qo'ygan. Ahvoli zo'ri, minus 407 ming qarzga tiqib olgan, o'zidan o'zi davlatga nalog to'lab olgan. Akamiz video qo'yib chiqqan ekanlar, uni ham gapirdim. Men taksichi deb o'ylamaylar. Men o'zimni ishim bor, o'zimni daromadim bor. Men mashina sotuv bilan shug'ullanaman. Men blog yurg'izaman. Lifestyle, meni taniganlar, bilganlar o'zi biladi kimligimni. Aytib qo'ymoqchiman, taksichi emasman, men taksi qilmayman, lekin taksi qilayotgan akalarni qo'llab-quvvatlayman. Taksi qilayotganlar baraka topinglar, joningiz sog' bo'lsin. Qiyinchiliklarni ham bilaman, chunki bir paytlar ishlab ko'rganman taksida. Salomat bo'linglar.